qishloqda yashasang nimalar bo'ladi? Balo bo'ladi. Tur o'rningdan molga o'xshab uxlamasdan. Hali bankka yopishimiz kerak. Yetadimi, aya, tushiraymi? Ko'p gapirma. Qachon mana shu daraxtdagi hamma o'riklarini terasan, keyin uchasan. Tushundingmi? Bo'ldi, shu yetarkan. Yur ketamiz. Qaytgancha men bu 5000 ni olgin-de, odinga yetmagin. Tushundingmi? Soya qilsam bo'lmasmi? Keyin podvaldan bankalarni ham olib chiqib yuv. Aya, bular yuvib bo'ldim. Yomon isib ketdim. Shunday bitta borib cho'milib kelay. Nima deding? Nima dedingiz bankalarda? Ketdim. Endi sen borib magazindan banka qopqoq olib kelgin. Men ham qo'shnidan chiqib shakar olib kelay. O'tgan yili bir kos olgan, hali bermaydi. Aniq shundan-a? Ha, xuddi shundan. Ha, molni qaraya. Men senga shuni aytmadim. Qizil yozuv bordan olib kel dedim-mi? Bor alishtirib kel. Aniq shundanmi? Yana bir marta so'rayman. Javob, men yozuv bor-ku, aniq shu. Yuzingga nima qildi? Ayam urdi. Men bu ham masakanda. Men unda ikkalasini olib bor, qaysi bir to'g'ri kelsa o'shani olib qolasan. Ha, to'g'ri aytasiz. Ayamda o'zi kelar ekan. Aya, oldingizda yopsam bo'lmaydimi? Soyada zo'r yopaman-da. Kun salqin, o'sha yerda ham o'tirib yopavergin. Bu go'rsoqdang bugun kun bo'yi nima ish qildi? Maqtang, aya, ish qildim-ku, ko'p ish qildim, maqtang. Balo ham ish qilgani yo'q buningiz. Let's go, la la la. Bitch, I'm a